Hop, ana endi hoppaga ko'rinyapti. Azamatjon qani kirmabdi, savol bergan. Savol bergan bola ham kirib olsin endi. Mikrofoningizni o'chirib qo'yib turasiz. Qarang. Mayli, men ozroqdan gapirib turaman. U bola liquidity haqida so'rayapti. Qolganlarga ya'ni bu joyda tushuntirib turib, Azamatjon kirdi. Azamatjon, sizga savol, bo'lmasam sizga nima ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi ekran? Ko'ryapti aka, ko'rinyapti. Juda yaxshi. Endi hukumat haqida men bir chekkadan hamma narsani to'g'risi YouTube'da aytib bo'lganman. Ko'p to'liq ma'lumotlar berilgan. Bir necha marta live, ya'ni Firdavs bilan ham qo'shimcha live videolar qilindi. Lekin mendan ba'zi odamlar yana qayta ayting, mana bu narsa nima, bu narsa nima deb yana qayta so'rayapti. Ya'ni men demoqchi edim, ko'proq, to'liqroq ma'lumotni erinmasdan qarasanglar YouTube'da bor. Men bu haqida nima aytishim mumkin? Gapimni boshida aytib qo'yaman. Mana sizlarga oldin savol sifatida aytay. Sizlar kim nima setup bo'yicha ishlaydi? Qanday setup bo'yicha ishlaysiz? Mana bir chekkadan so'raylik. Bu yerda birinchida meni ekranimda ko'rsatish bo'yicha Shavkat Kamol qolgan nimasi chiqmadi. Shu odam turibdi. Undan keyin Azamatjon. Biron bir trading keyin undan keyin hozir turkmanistonlik mehmon, undan keyin Shahboz, Ixlos aka. Qani Shavkat degan akamiz. Bironta tradingga ancha bo'lganmi kirganingizga? Keyin aytaylik, nima setup bo'yicha ishlaysiz? Assalomu alaykum, akajon, yaxshimisiz? Men hozir kirdim live chatga. Klassika bo'yicha ishlayman-da. Men bookmap'ni endi o'rganib boshlayapman. Siz bookmap'da yangi ekansiz, lekin o'zingiz Yangiman, shuning uchun men faqat klassikani bilaman, bookmap'ni bilmayman. Endi men sizni yaqinda videozni ko'rdim YouTube'da, Ziyotredni videosini ko'rishni boshladim. O'shanda keyin gruppa mana shu kanalga qo'shildim. Endi o'rganyapman. Xo'p, Ziyotred bilan bizning aloqamiz yo'q, tanimayman. Katta videolari bor ekan bookmap to'g'risida. Birovlardan eshitdim. Men birortasini astoydil qarab chiqqanlar to'g'risi vaqtim ham bo'lmadi. Lekin meni o'zimda aytaylik, bu mana shu bookmap to'g'risida ancha muncha chiqargan videolarim bor. Men shularga javob bera olmayman. Ikkita video bo'lgan ekan, aka, lekin YouTube'ga lekin katta videolardan, to'g'rimi? Endi 12 ta bo'lsa kerak. 11 tadan oshiq. YouTube kanalida boshqa videolar ham turibdi. Bu mavzuga nima bo'lmagan videolar turibdi, to'g'rimi? Shavkat aka, men aslida 2006dan 2020gacha Xitoyda yashab, shunaqa qilgan, stanok sotadigan odamman. Stanok sotadigan. Shuning uchun butun boshqa eski videolarim hammasi stanok to'g'risida. Hozir ham mana yangi hafta Xitoyda bo'laman, inshaalloh. Demoqchi bo'lganim, bu bookmap'da bir ashi Malayziyaga borganda bookmap'da Motokalog degan nimada tepada turibdi. Buni tashkil qilgan ikkita odamni kattasi, ya'ni tikkani investori Firdavs degan odam bilan ko'rishib, shuni o'rganib kelgan edim va kamiga shu shunaqa prямой efir live'lar turamiz.
o'zimdan o'zim lekin tashqari prepare qilayotganimizdan meni o'zimdan tashqari mana shu Firdavs bilan ham live video qilamiz. Endi demoqchi bo'lganim buni shu meni kanalimdagi playlistga kirsangiz, ikkita playlistga qilib qo'ydim. Ikkita playlist qilib qo'ydim. Bittasida stanok to'g'risida, bittasida bari 15 ta video. Yangi qo'shilsa ham shu yerga joyga qo'shiladi. Nima to'g'risida, bookmap to'g'risida. Bookmap demoqchi edim, YouTubedan demoqchi edim, men bir pul olmayman, boshqa qilmayman. Bookmapni o'rgatayotgan videolarim ham havasga, haligi qiziqishga xolos. Shuning uchun nima? Mana shu videolarni gapirib bo'lyapman-da. Ana shu videolarni ko'rib, hammasini bitta-bitta bir boshdan ko'rib, konspekt qilib o'rganish imkoni bormi? Albatta, o'zi Bookmapda juda ko'p ma'lumot yo'q. Hozir birinchi savolim o'zi sizlar bironta bir nima deydi, setup bo'yicha ishlaysizlarmi deb so'radim. Endi har bittadan nima setup desam ham noto'g'ri bo'ladi. Unga hech kimni qiziqishi vaqti ham yo'q. Demoqchi bo'lganim hozir Ilyos aka, hozir demoqchi bo'lganim birinchi o'rinda Bookmapda mana ko'ryapsizlar. Buni Bookmapda qaysi vaqtga to'g'ri keladi, time frame deymiz-ku. H1 bor, M30 bor, M15 bor, H4, H8 bor kerak bo'lsa, daily, weekly deb qo'yamiz. Minutlilar bor. Shular qaysi biri to'g'ri keladi degan savol ham bo'ladi. Endi siz o'zingizni setapingiz bo'lsa, siz o'zingizni setapingiz bo'yicha trade, misol uchun uptrendda turibdimi, downtrendda turibdimi, yoki qaysi joyga kelyapti, selga kelyaptimi, buyga kelyaptimi, shu ko'rib bilib turasiz. Agar shu holatda oladigan bo'lsangiz, sizga aslida setapingizga 100% ishonsangiz, aslida Bookmapda keragi yo'q. Lekin Bookmap nima uchun kerak? Mana joyda ko'ryapsizlar. Mana joyda, bu ekranga qarasanglar, shu joyda Bookmapda selga ketayotganini ko'p narsa bilan ko'rib tushunishimiz mumkin. Endi ob'yom degan narsa mana bu narsani, pastda ob'yom, qizlar bilsa kerak. Ob'yom degan narsa deganda buni hamma biladi. Hozir men to'kinib o'tgan kompyuterga. Joyda eshitilyaptimi? Hamma joyda ko'rishlar mumkin ob'yomda. Uzilib qoldimi? Alo. Ishlayapti. Lekin misol uchun nima deydi? XM ni ishlaysizlarmi? Kimdir Libertex deydi, kimdir Xnet deydi, kimdir boshqa deydi. Ularda hammasi brokerlar, broker kompaniyalar, to'g'ri qilib aytganimizda. Endi u broker kompaniyalarda 100 tasi bo'lishi mumkin, necha 100 xil to'lib ketgan internetda onlayn o'sha broker kompaniyalar bor. Falon trading, piston trading, yoki o'sha Xnetda, yoki XMda, yoki va hokazo ko'p. Uni qaysilaridir trustful, ya'ni ishonchli, qaysilaridir yaxshi emas, pulingiz vaqtida bermashi mumkin va hokazo. Lekin mana bu Bookmapda undan farqi nimaga? Mana hozir menda hozir XM turibdi, bitta anaqamda ochiq turganida bunda ko'rsatyapti 3165 ko'rsatyapti. 65 u 23 deylik, men 5 minutlik qo'yadi. 65 u 65 ko'rsatyapti. Bu yerda 3182-83 ko'rsatyapti. Buni sodda qilib aytganda, Bookmapda asli qozonda, asli haqiqiy bozorda, asli bazada gen narxni olib beradi. Endi mana bu
nima deymiz, mana grafikda biz ishlayotganimiz mana grafikda mana nima deymiz, XM bo'lsa, boshqa bo'lsa, bunda olib berayotgan mana monarx bilan monarxni farqini qarasanglar 64, 65 mana bo'lsa bu 82, deyarli 20 ga 15, 18 ba'zida farq qiladi. Endi bu qarasangiz hukumatda o'zgarmaydi. Mana o'zgarib turgan narsa bir, mana ko'rdinglar. Ba'zida bu nima bo'ladi? 2 bo'ladi. Hozir o'zgarsa ko'rasizlar, mana 2 bo'ldi. Bu narsa buy bilan sellni orasidagi spreadni, ya'ni buy bilan sellni orasidagi farqni mana 3 bo'ldi ko'rsatyapti bu yerda. Bu goldni farqini qaraydigan bo'lsangiz, ba'zi nimalarni ba'zan unaqa ko'rsatadi, ba'zan bunaqa ko'rsatadi. Ya'ni orasida katta farq bilan ham ko'rsatadi. Doim nimaga ba'zan bu kompaniya ham joy yetkazishni xohlamaydi. Shuning uchun narx yetib kelmasa ham urib qo'ydi, boshqa bo'ldi degan gaplar bo'ladi. Demoqchiman, hukumat buni asli nimasini olib berar ekan bizga? Bazadagi granniy qozondagi haqiqiy narxni bizga olib ko'rsatib beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana ob'yom deganimizda, mana soddadan boshlaylik. Ob'yom deganimizda ham bizga boshqa firmalarda, boshqa brokerlarda nima desak bo'ladi? Brokerlarda berayotgan ma'lumotlarda MetaTrader 4 da ob'yomda ochib olasizmi yo boshqa narsada ob'yomda ochib olasizmi? U yerda siz o'sha firmaga tegishli ob'yomni ko'rib turasiz. O'sha firmani o'zida qilinayotgan savdoni, boshqani bu darajada to'liq ko'rsatmaydi. Bu ko'rsatgan taqdirda bunchalik tez ma'lumotni sizga yetkazib bermaydi. Endi hukumatda globalniy eng nima deydi? Hamma brokerlar, hamma trading institution deb qo'yadi. Savdo institutlari, ya'ni ularni bizni ko'pchilikni tilida shark yoki bo'lmasam o'sha katta nimalar deyiladi, katta manipulyatsiya qiladiganlar deyiladi. U katta treyderlarda bo'layotgan savdolari ham hukumatda ko'rinib turadi. Buni nima foydasi bor? Kimga qizig'i bor? Xo'p, siz setapingiz bo'yicha mana shu joyda yoki bu joyda selga kelgan edingiz. Setapingiz bo'yicha selga kelgan edingiz. Endi selga kelgansiz-u, ko'p holatda odamga achinadigan ish bo'ladi. Nima bo'ladi? Siz selga kelgan paytingizda qarasangiz birdan mana mayda buy, mayda buy, mayda 3 ta buy, shuncha sel bo'lyapti bo'lmasam. 3 ta katta, buni monolarni qarasangiz kichkina sel, mono yashillarni qarasangiz katta buy. Shunaqa buylar bo'lyapti-da, narx yana tepaga to'xtab emasdan ketyapti. Bunga sabab nimada? Albatta bunga sabab birinchi o'rinda talab va taklifni orasida bo'layotgan o'yinda. Lekin buni haqiqatda selga qachon ketayotganini to'g'ri grafikdan ko'rishingiz mumkin. Lekin siz monojoyda ketyapti selga deb selga kirib olib, siz buyga chiqqanda nima qilishingiz mumkin? Ozmi ko'pmi o'sha stopingizni urishi mumkin. Aytishingiz mumkin, bugun bo'lmadi, falon bo'ldi, piston bo'ldi, nima bo'ldi. Men endi selga kirgan edim, stopni urib, keyin selda oqib ketdi, narx tushib ketdi. Meni selga kirishimni poylab turgan ekan degan ma'noda gapirishingiz mumkin. Bu yerda endi balkim yaxshi biladiganlar bordir, yangilar ham bordir, shu narsalarni aytmasak bo'lmaydi. Bu hukumatda shuni ko'rib turasizki, mana liquidity zona 100 lotdan 2 ta turibdi, 108, 105 lot. Narx shunga, ya'ni liquidity zona bo'lma degani, soddaroq qilib aytganimizda magnet degani
narxni sekin o'ziga tortadi deganim. VWAPimiz ham tushib ketib qolyapti. VWAP yo'qolib ketmasdan VWAP to'g'risida ham gapirib olishim kerak ekan. Keyin bu narx hozir liquidity zona tepada turibdi. VWAPdan tepada turibdi. Demak, shu joyiga borish, yaqinlashish ehtimoli balandda, undan keyin qaytish ehtimoli bor. Endi shu joyga chiqib, liquidityni olib, mana VWAP ketdi. Nima deydi? Narx selga kelganda haqiqatda katta bunaqangi lotda sel bo'layotganini ko'z bilan ko'rib, ha, demak ob'yom katta. Men endi kirsam bo'ladi, meni setupimga endi yetib kelibdi deyish uchun kerak. Bu bookmap. Shu joyda hozircha to'xtataman. Savollar bo'lsa so'rab olinglar. Chunki bu gaplar juda ko'p qayta qaytarilgan. Yaxshi biladiganlar uchun balkim zerikali bo'lib qolishi mumkin. Bookmapdan foydalanayotganlar bilmagan, qiynalayotgan savollar bo'lsa aytinglar. Hali bitta odam bilishimcha Namangan Shevada bitta aka telefon qildi. Oldim, ya'ni mana biz ochib turganlar bor, mana bu grafik, bookmapni grafiki. Shu narsa chiqmayapti. Siz videolarda tushuntiribsiz, IP adreslari boshqalar bo'yicha. Mashinada rol dedim. Shu narsa chiqmayapti deydi. Bu degani men aytdim, Destargoga kirsangiz u chiqadi. Shunga o'xshagan siz texnik savolmidi yoki shunga o'xshagan grafikdan savolmidi? Nima deydi? Shunaqalar bo'lsa beringlar. Mana Y97 lar to'g'risida ko'pchilik bilmasligi mumkin. Uchburchak nima, ko'pchilik bilsa kerak. Yashil uchburchak narx balga o'tganini, qizil uchburchak temir chiziq narx nima deydi? Selga o'tganini ko'rsatadi. Mikrofonni bitta ham to'la yoqib, savollar bo'lsa so'ranglar. Shimam bor ekan. Men gapirsam bo'ladimi aka? So'rang. Avvalambor ko'p narsa haqida aytgansiz, videolaringizda ko'rdim. Lekin shu ko'klar bor, undan sonra Y97 bor. Shu haqida bir ozgina ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lar. Ko'k ranglar bor, ko'k ranglari nima ahamiyati bor? Shu haqida. Yaxshi. Avval shu savolga javob beramiz. Aka, Ilyos aka, ko'p narsani ko'rdim deyapsiz, hammasini ko'rmayapsiz. Ma'lumotlar hammasi YouTube'da bor. Qarang, bu joyda boshqa Y bor ekan mana bu yerda. Yana mana Y184 turibdi, mana yerda Y198 turibdi. Bu mana aynan current market price shu vaqtda deganda, shu vaqtdagi bo'layotgan narxni pastida turibdi. Bu Y198 degani 198 lot narxi pastdaligi uchun sel bo'ldi degan. Mana yerda 97 turibdi. Narxni shu vaqtdagi, ayni vaqtdagi narxni tepasida paydo bo'lgani uchun bu 97 lot buy bo'ldi degani. Tushuntiralagan bo'lsam. Endi ko'klar dedi ekan. Ko'klar, mana ko'klarda aytyapsiz. Mana ko'kmi? Ko'klar. Bu qarang, mana ko'k turibdi. Mana oq deylik, sariqqa tortayotgan oq turibdi. Mana ham ko'k deyishimiz mumkin. Xo'p, qorada hech narsa yo'q. Endi liquidity degan narsamiz, liquidity to'g'risida bir og'iz tushuntiraman oxiri birpas turib. Bookmap asosan o'sha liquidity to'g'risida ko'p narsa bog'liq bunga. Demoqchiman, qoradan mana RGBga eng to'qmon ekan hozir, mana ekan hozir holatda qizil ekan. Qoradan RGBga o'tish uchun avvalo mana shu ko'kka o'tyapti. Keyin to'qroq ko'kka o'tyapti. Keyin mana sariq yoki oqqa deylik, oqqa kelgan sariqqa o'tyapti-da. Undan keyin oranjlashib qizarib boryapti. Bu liquidity'miz kuchliroqga qarab ketishi. Qorasida liquidity yo'q. Bunaqa ko'kiga qarab borgan sari liquidity paydo bo'lyapti. Keyin nima bo'lyapti? Eng kuchli liquidity tushadi. Endi mana buni qarasanglar, mana aytganim uzuk chiziq turibdi, ustun.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Liquidity o'tib ketdim endi. Bu 6ta nima? 6ta mana 22, 30. Bu bizni vaqtimiz, bu Malayziyani vaqti bo'lishi kerak. Mana bizda hozir 9:58 bo'lib deylik, 10 bo'libdi hop. Ularda mana kechasi 1 bo'libdi. Ya'ni bizda 12, 10 bo'lsa 11, 12, 1. Как раз Pekinni, Malayziyani, ularda vaqti, bu Malayziyaniki 16 o'clock. Shularda vaqti bo'yicha ko'rsatyapti. Demoqchi bo'lganim. Bu 22:30, 23, 23:30, hani mana uzuk chiziqlar nima ekan? Vaqt bildiryapti ekan. Bu degani mana ikkitasi 1 soat, ikkitasi 1 soat, 2 soat, mana 3 soat oralig'ida bo'layotgan mana bitta mana buzilmagan liquidity, bu kuchli liquidity zona hisoblanadi. Kuchli va davomiy liquidity zona hisoblanadi. Bu nima degani? Narxni doimiy chaqirib turadi degani. Liquidity zona o'zi nima? Bu savollarga yana soddoroqdan gapirib qo'yaman endi. Liquidity zona o'zi nima? Mana murojaatda ozgina bo'lgan selchilarda tepada stoplarni qo'yishgan. Bu joyda ozgina bo'lgan baychilarni nimasini stopini pastga qo'yishgan. Bu manavi men gapiray, bu ya'ni u bir kuni kimdir nima edi? Stakan nima deb yozib tashladi. Bo'pti, o'zi bilib olar deb bir kun qaramasa, yana stakan nima deb yozyapti. Hukumatda bormi deb yozyapti. Stakan manavi ya'ni baychilarda men manav narxda, aytaylik 31.72 narxda 10 lot bay qilaman yoki 10 toni bir lotdan bo'lgan odam yoki 1,5 lotdan ishlatir odam va hokazo. Shu joyda shu narxda bay qilaman deb qarab turibdi. Hozir Goldga mana aynan siz hozir ham mas'uliyatni nima olmayman, mana katta lotda sel qilaman deb kiryapti. Gold o'zi selga ketayotganidan bitta nishona. Selga kirish imkoniyati mana monondan ham bilsak bo'ladi. Lot 176 lot selga bu yerda zakaz tushyapti. Hozircha narx ko'tarilishi kerak, majburiy sun'iy tarzda keyin ketish kerak. Keyin yana bitta sizlarga aytilmagan bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, mana pastda deyarli mana 46 ekani, pastda deyarli nima yo'q. Kuchli bir liquidity nima yo'q, lekin vivapimiz pastda. Narx tepaga chiqib bo'ldi, narx tepaga chiqib narxlarni olib liquidity mana bitta kuchli liquidityni, bitta kuchli liquidityni olib bo'ldi. Bu degani vallohu alam narx ancharoq pastroqqa tushish ehtimoli bor, skalperlar uchun. Keyin mabodo qaytib chiqsa ham, mononga o'xshagan brustorlar ma'da 3-4ta paydo bo'lsa, pastda yo'q bo'lsa, qaytib chiqishi mumkin. Yo'q, pastda ko'proq paydo bo'lib qolsa, u tomonga qarab ketishi mumkin. Narx albatta narxni yo'nalishini nima deymiz, bozor belgilaydi. Shuning uchun narx bu talab va taklifni orasida qarab yuradi. Mana ko'ryapsizlar, mana talab, taklif ko'payyapti mana. Taklif. Talab. 9 lot, 15 lot, 11 lot, 40 lot, 10 lot mana. Endi mana qaranglar, mana joyda ham selga iceberg paydo bo'lyapti. Bu 30 lot ko'p tomonga bozor burish qiyin. Bu iceberg kichkina paydo bo'lishidan maqsad mayda shunga yarasha baychilar paydo bo'layotgani uchun bo'lyapti. Endi agar bu yerda 150 lot, 150 lot, 200 lot, 130 lot shunaqa lotlar kirish boshlanib qolsa, ham manojada mononga o'xshash qizil paydo bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan selga endi tushuntiryapman hozir. Selga ketyapti, tushdi deyman, nima edi? Ko'k ham minus bilan paydo bo'lsa, keyin bu volyum, ob'yom ham nima deydi? Qizil bo'lsa yashil emas, qizil bo'lsa ko'paysa, shunga mana monga o'xshab ko'pgina paydo bo'lishni boshlasa, qo'rqmasdan siz ham selga kirishingiz mumkin. Shu narxni bir tomonga ancha oqib ketishini, haligi bookmapdan asosiy maqsad katta
treyderlarga, katta institution yoki sharklar deymiz, boshqalarni oqimiga, yo'nalishga tushib olish. Ularni yo'liga tushib olib, xotirjamroq tradingda, savdoda turish. Shu narsa. Savollar bo'lsa so'ranglar, zerikib qolyapman o'ziga o'zi gapirayotgan odam. Mikrofonda turib turaman, savol bo'lsa so'ranglar. Menda bitta savol bor, Oybek aka. Ma'lum bersam. Aytavering. Qarang, Oybek aka, menga ham o'sha likvid bo'yicha o'zi bozor likviddan likvidga qarab harakat qiladi. Aniqlik kiritmoqchi bo'lgan narsam aka, bir xil holatda bo'ladiki, aysberg ham kiradi, stops ham kiradi, ikkalasi ham misol selga polni selga ob'yom bilan kirsa, kirgan taqdirda ham aka, prosto kichkinagina ko'k bo'lib turgan zona konkretniy blok bo'lib beradi. O'sha devorni likvid bo'ladidagina o'sha yerga qaytib boradi. Stopda ham aysbergda ham kuchi yetmay o'shdan qaytib ketadi. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, konkretniy yecha oladigan likvid и yecha olmaydigan likvid, shuni qanday ajratsa bo'ladi? Juda chiroyli savol bo'ldi. Azamatjon, avvalo necha marta kiruvdingiz? Bu savolni bermagansiz demoqchiman. Bugun anchadan beri anaqa qilsangiz kerak. Qaranglar, men sizlarga ekrandan ko'rsatib javob beraman. Juda chiroyli savol berdi. Bu bolani avval savolini sizlarga tushuntirib qo'yay. Mana stop degan turibdi. Bilmaydiganlar uchun stop losslarni qo'ygan joylarni borib stop loss hunter deyiladi bu narsa. Ya'ni stopini borib urib, keyin ketadigan bo'lsa, shuni aynan stop losslarni ovlovchini shu yerda ovlanayotganini ko'rasiz. Endi bu yoqda yana aytayotgan narsasi mana aysberg. Aysberg mana bir qarasangiz, haqiqatdan ham 50 lot minus turibdi. Yana minus ma'da stop uryapti. Xo'p, nima gunoh? Endi plus bayda tushuntiray. Chunki mayda zo'r misol bor ekan. Aslga mayda haqiqatdan 50 lot nima deymiz? Bayga ketyapti. Mayda minus yo'q. Stoplar ham bayga yapti. O'zi bayga narx ham mana ko'ryapsizlar, mana bundan stop degan bayga, orqasidan stop deyman, aysberg chiqqan bayga narx ham tepaga ketyapti. Yana stop yapti. Qanaqa qilib shunaqa bo'lishi mumkin? To'g'ri savol bo'ldi, chiroyli, yaxshi savol bo'ldi. Nima? Buni javobi. Bu ko'ryapsiz, narx to'g'ri tepaga ketmayapti. Narx nima desak bo'ladi? Zigzagga o'xshab chiqib tushib, endi bunday katta qilib ko'rsataman, chiqib tushib, mana shu kichkina time frame'da ko'tarilib tushib tepaga ketyapti. Endi buy qilgan odam stopi ko'tarilayotganda buy qilgan, o'zi aslidagi eng haligi nima deymiz, tradingdagi menga eng alam qiladigan narsa o'zi 50 narsa, hech narsa bilmagan nol odam uchun mana grafik, mana trading 50 narsa. Ya'ni nima deydi? Yo bayga ketadi, ya'ni tepaga ketadi, yoki selga pastga ketadi. Endi shuni mana bozorda market makerlar manipulyatsiya qilayotganlarni o'yiniki, bozor mana bunada ham to'g'ri tushib bo'lsa bo'lardi, hozir tushayotganga o'xshab to'g'ri tushib bo'lsa bo'lardi. Qarang, chiqyapti, chiqyapti. Ya'ni mana katta sel paydo bo'lgan paytda ham chiqyapti. Mana shuncha selchilar stop edi. O'zi mana общийda nima deymiz, pastga qarab oqyapti aslida. Bir minutdan keyin nimaga ketadi? Nima deydi? Selga ketadi. Mana yerda ham aslida общийda bunday qarasangiz, общий ham 5 minutlikka yaqin time frame o'xshaydi. Aslida qarasangiz, bu bayga ketyapti. Lekin orada nima qo'yapti? Selga ozgina yurib qo'yadi. Shu vaqtda baychilarni stopini yeb turib, keyin chiqib ketyapti. Stopni ko'rib turadi deyapmiz-ku mana market makerlar. Biz bukunatni ko'rib turibmiz. Bukunatdan ko'ra
10 marta kuchliroq narsani ham kerak bo'lsa ular ko'rib turadi endi. Yoki nima deydi, bookmapni biz prямой efirda ko'ryapmiz. bookmap.comdan mana sotib olsangiz ma'nolarni o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni ma'noni o'zgartirsangiz sharhchalar uzunroq, yarroq, kattaroq, kichikroq bo'ladi. Ya'ni mana chiqib turgan joyda bu yerda ko'rinmay qolishi mumkinda, siz mana shu yerda o'zini ko'rishingiz mumkinda, ya'ni in details deydi, ichidagi ko'proq ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shu tepaga chiqayotganda o'ynashni hisobiga baychilar topyapti yoki mana hozir ko'rayotganingizdek o'zi pastga mana narx tushyapti. Mayda endiradi, qancha kattalatadi, endi ozoyapti. Yana ozayib ko'tarilib turadi. Shu o'zi selga ketyapti. Selchilar topyapti. Tushuntira olgan bo'lsam kerak, Azamatjon. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. RBBSN ismingizni aytib, viloyatingizni aytib, keyin iltimos savolni bering. Assalomu alaykum. Samarqanddanman. Ismim Mehriddin. Men hali uncha tushunmayman, baribir. IT narsalar ko'pini ham baribir tushunmayman, lekin mana bu indikatormi bu? Mana bu strelkalar bor-ku, selga bunday ko'rsatib qo'yibdi, keyin bayga. Bular indikatorda, to'g'rimi? Signal sifatida foydalansa bo'ladimi bulardan? Shunaqa tatbiqlarga kelib ketadi deb. Xo'p, ishimga kirsangiz, bizda ancha vaqtlik, anchagina mehnatlarimiz bor. Shu videolarni qiziqsangiz haqiqatdan ham uni videoni ko'rib turib pulsiz sotib olishingiz ham shart emas. Hali kimdir so'radi, aytdi, Ilyos aka aytdi, adashmasam, mehmon YouTube'da prямой efirda live'dan foydalanyapman dedi. Xo'p, undan foydalanadigan bo'lsangiz ham bu asli nima narsa, bundan qanday foydalanaman deganga men hozir sizni savolingizga qisqaroq, lo'ntaroq javob beraman. Lekin YouTube'ga kirib bookmap mana shu gruppamizda bor ekansiz, tepaga chiqsangiz playlist bor. Playlistda 10 tacha videoni bir chekkadan ko'rsangiz, nima deydi? Reklamasi ham yo'q, uni men pul narsa ham olmayman. O'sha qancha ma'lumot o'rganamiz. Endi sizga savolingizga qanday deb javob bersam bo'ladi? Dedi, ko'p narsani tushuntirib chiqishim kerak. Bookmapda siz mana bu buy qilmoqchi bo'lganlarni, sell qilmoqchi bo'lganlarni, liquidity zonalarni, kuchliroq, kuchsizroq liquidity zonalarni, iceberg yoki stop losslarni va uni tarixini va uni mayerdagi tarixini, SVPdagi va hokazo nima deymiz, siz ko'rib turishingiz mumkin. Lekin bookmapga ishonib qolib, ana aytaylik, mana katta sel chiqdi, mana. Zo'r selga kirdingiz. Mana sel bo'ldi, selga keldi. Zo'r nima deydi, bir 50 sel chiqdi. Men ham sel qilib olay deb turib sel qiladigan bo'lsangiz, shu teparoqqa endi nima bo'yicha, grafik bo'yicha tepa qo'yish kerak. Misol uchun, mayga stopni qo'ygan bo'lganingizda hozir yesidingiz. Ya'ni scalp bermayman. 10 pip qilgan bo'lsangiz yesidingiz. Ya'ni bookmapga ishonib qolmasligingiz kerak. Bookmap sizga bitta aynan siz kutayotgan selni grafikingiz, ya'ni grafik demaymiz, setapingiz bo'yicha siz kutayotgan selni yoki siz kutayotgan buyni bozorda tasdiqlab beradigan bitta instrument. Buni ichida monga o'xshagan sodda nima edi, indikatorlari ham bor. Selga ketyapti mancha vaqtdan beri, bayga ketyapti mancha vaqtdan beri deydigan indikatorlari ham bor. Lekin manavi narsalar bizga ayni vaqtda jahon bozoridagi bazadagi bo'layotgan manipulyatsiyani ko'rsatib turadigan manavi narsalar, keyin manavi narsalar deb aytmay, iceberglar, manavi sell limitlar, qarang, mana o'sha 200 lot sell limit turibdi. Mana 130 qo'ysangiz 300 lot sell limit turibdi. Sizlarga men YouTube'da gapirganman-da,
aytaylik bitta narsa sotyapsiz. Mashina deb misol qildim. Mashina sotyapsiz. Siz Gentrazni, minilgan Gentrazni misol uchun 10 mingga sotaman deb chiqdingiz. Bittasiga olib mashinangizni qatirib sizga shu 8,5 ming beraman deb bir soat qo'lingizni og'ritib turibdi. Bir vaqt bir kishi keldida, u endi ketganda bir kishi keldida, ikkilanib u tomonga qarab pul zari sotib yuboraymikin, 9 mingga beramikin deb tursiz. Bir kishi keldida, nechi pul dedi, ha 10 ming deyapman, kami bor desa, endi o'zicha uzr ustada 9,5 ming mikrofonni o'chirib qo'ying. Nari ayol kishi hozir eslab qolyapti. RBBSN, ha rahmat. Ismi esidan chiqib qoldi. Ya'ni narigi odam nima deydi? 9,5 mingga berasizmi deydigan bo'lsa, 100 narigi 8,5-86 qilib ketgan odamdan 9,5 mingga berasizmi degan odam tomonga xohlasangiz, xohlamasangiz burilib shu tomonga qaraydi. Bu degani nima demoqchisan desangiz, mana narx kelyapti. Liquidity zona kuchaydi, ko'paydi, mana 95 qo'shildi. Bunga o'xshagan mayda yana unga qiziqib baylar paydo bo'lyapti. Shu bilan tupa-tuzuk seriyaga ketayotgan narsa mayda shuncha lotda men, ya'ni bozorda sotayotgan aytyaptiki, men shuncha katta ob'yomda sotaman, mana narxda xohlasang ol deyapti. Sotib oluvchi, ya'ni baychiga. Keyin baychi majbur mana mayda chudalarni olib chiqib, shuni ko'pgina lotda optimaga olib ketishi ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun aytadi haligi nima deymiz, talab va taklifni orasidagi jang yoki talab va taklif hamma narsani hal qiladi bozorda va hokazo. Bu aynan talab va taklif bo'layotgan narsani nima qilyapti? Manipulyatsiyasigacha ko'rsatib turibdi. Manipulyatsiyani tushuntirib bera oladi. Hozir men nechta marta YouTube'larda gapirganman shu manipulyatsiyani. 104 deylik, 104 bilan 95 lot nima manipulyatsiya bo'lishi mumkin? Bironta bir YouTube'dan eshitganlar bormi? Ha, men javob bersam bo'ladimi aka? Mayli, ayting Ilyos aka. Shu turgan ob'yom, stakanda turgan ob'yom narxni o'ziga tortadi. Lekin meni bitta tushunmaydigan yerim bor. Hozirda 104 lot bor, 95 lot bor, 129 lot bor. Ba'zi paytlarda shu lot narx yaqinlashganda yo'qolib qoladi. Buni farqlashni bir yo'li bormi? Ba'zi paytlarda turadi, bu grafikka o'tadi. Ba'zi paytlarda narx yaqinlashganda bu yo'qolib qoladi. Buni farqlashni yo'li bormi, aka? Aynan, Ilyos aka, aynan shu savolga men YouTube'da javob berdim. Kimdir eshitganmi deb shuni kutib turdim. Xo'p, bu savolga javob. Xo'p, bitta nima deymiz? Manipulyatsiya qiladiganlardan qaysidir bitta institut yoki qaysidir bitta firma yoki 2-3 ta firma, ha, mana firma mo tomonga yuryapti ekan, men ham mana tomonga yuray deydida. Ya'ni o'zi aytaylik 100 lotga manojat 10 lot, 20 lot, 50 lot qilib bag'ga kirgizdi. Endi bu kattaroq lot, bittasi 104 lot yoki undan 10 ta institut bo'lishi mumkin, mayda 10 lotdan 10 tasi shu joyga kirgan bo'lishi mumkin. Yoki 95 lotga 4 ta nima deymiz endi 45,5 ming bo'ladi. 20-25 dan 4 tasi kirgan bo'lishi mumkin. Shu joylarga sel qilaman deb qo'ydi narxni. Aslida ular mayda bay qilgan. 31-70, 31-68 ga tushgan bo'lsa, 68-70 shu joylarda ular bay qilgan, shu institutlar. Shu ozozdan bayni narx ko'tarish uchun ko'paytirib ketyapti-da, bu yerda ham haskamdan, yolg'ondan sel limit ko'p qo'yapti. Mana yana mayda qanchadir lot bay bo'ldi. Qarang, unga qarshi buni qilayotgan manipulyatsiyasiga qarshi katta, mana 100 lot nima deymiz, katta bozorda o'ynatadiganlar katta lotda iceberg, ya'ni bu bozorda ichida ko'rinmaydigan shartnoma bilan
sel qilyapti. Narx shuni ko'tarayotganiga qarshi sel qilyapti. Mana mana 170 lot mana nimada yashil 170 lot bay kirgan ekan. Bu iceberg bilan ular unga qarshi sel qilyapti. Endi bu hozirgi savol oxirigacha javobini aytib qo'ying. Narx qatib kelib turib yaqinlashganda unga sel kerak emas. U bayni narx ko'tarib oldi, narx savdoni bekitdi-da, selini bekitib yuboradi. Sel kerak bo'lsa, o'sha u tomonga ham trade qiladigan korxona boshqa bo'lsa, sel qiladi yoki bozorda holatini ko'radi. U hamma yo'q bilib turadi. U katta nima deymiz, treyderlar. Endi bu nimalar bu yerga yetib kelay deganda u narx ko'tarib bo'ldi, foydaga kirib bo'ldi. Buni manaqa 170, 100 falon lotlari katta pul, katta summa. Endi bu narxni ko'targandan keyin kerakli foydasini bayga chiqishi ham shart emas u odamga. Mana hozirgi 31.84, 31.82 chiqib qolsa bo'ldi ularga. Shu joygacha narx ko'taradida tursa narx tutib turaveradi. Tushib ketsa bekitib yuboradi. Tushuntira olgan bo'lsa, shuni manipulyatsiya deyiladi. Shuni narxda aytda bay qilib olib, tepaga chiroylikgina kattagina attractive deydi-yu, qiziqarli narxlarni o'ziga chaqiradigan sell limitni qo'yib qo'yadi-da. Keyin narxni ozozdan selchaga qarshi bay qilib turadi. Shuna qilib foyda qilib oladi. Shuni manipulyatsiya deyiladi. Endi ular bitta emas. Ular bir donalik kelgan emas, bir donalik bizda xolos. UzAvto qilib yoki boshqa bo'lib bitta narxdan mashinani sotib, hali tormoz ishlamasa, magnitofon yo'qsa sotadigan bizda xolos. Bu jahonda bozori. Bu institutlar deyilayotganda nima deyilyapti? Ya'ni nima edi anavi sharqdan yerda aylanish bo'yicha keladigan bo'lsak, quyosh kun chiqardilar deymiz. Mana nima edi, Yaponiyadan kelsangiz hamma biladi, mana Yangi Zelandiya, Avstraliya, Yaponiya, bu yerda Xitoy, bu yerda nima edi, Singapur, boshqalarda nimalari, bozorlari ochiladi. Undan keyin kelib, mana biznikilar o'g'anadi, Yevropaga o'tadi. Undan keyin Londondan keyin sekin o'z vaqti bilan nima edi, anavi AQSh tomonga o'tib ketadi. Ya'ni o'sha har bir davlatlarda o'zini bittadan bir nechtadan katta davlatlarda ko'proq katta trading institutlari bor. Ana shular nima qiladi? Bozorni bir tomonga qarab suradi. Ya'ni o'zini foydasiga. Selga ketayotsa ham, mayga katta baylot qo'yib o'zini foydasiga, bayga ketayotsa ham o'zini foydasiga. Lekin o'shalarni nima deydi? Yana bitta tushuntirib qo'yaylik. Haligi jahonda nechta qit'a bor desalar, hamma 6 ta desa, mana nima ko'rfazi deydi. Meksika bilan Janubiy Amerikani orasidagi ko'rfaz bor-ku, Bermuda uchburchagini atrofidagi davlat. Shular yo'q, dunyoda 6 emas, 7 ta qit'a bor. Biz alohida qit'amiz deydi. Keyin ular ham dunyoda ko'p pulini shudan turib, nima edi? Offshore deyishadi-yu. Shunaqa banklar boshqalardan pullarni boshqarishadi. Endi o'shaqangi boshqaradigan katta pul bilan, katta summa bilan boshqaradiganlar mana yashirin sel bo'lyapti. Mana 21 lot minus borligi uchun sel deyapmiz. Yoki yashirin minus yo'q bo'lsa, yashirin baylar bo'ladi. O'shanaqangi yashirin sellar mashina narxi shu yoqqa malonga o'xshagan sun'iy ko'tarilayotganda unga qarshi katta lotlar qilsa, bu institutlar ham ozmoz yo'qotadi. Shuning uchun aytadiki, kinolar bor. Bir institut bekarib ketdi, trading institut, u manoncha milliard yo'qotdi. Mana qarang, 61 lot, 80-90 lot haz ekan emas. Mana hozirlarga bitta misol, 1 ga 95, 200 lot bo'lyapti. Hech puldan deyapti, 3194 dan deyapti.
hamma bilsa kerak-ku, necha YouTube'da gapirganman. Kalkulyatorga solyapman. 3194 ko'paytiramiz 1000 ga. Bir uns narxi. Endi buni ko'paytiramiz 200 lot dedi-ya, 200 lotga 638 million 800 ming dollar bo'lyapti. Bu 638 million dollar men nimaga pul tikib, selga 638 million 800 ming mayda selda pul ushlab turibdi. Shu pulini risk qilib ushlab turibdi-da, endi qolgan 1 milliard bo'lsa, misol uchun puli, qolgan pulini nima desa ekan, risk qilib, haqiqiy risk qilib, mana vaqtida bekitib olsa bo'ladigan risk. Bu ehtiyot sharti olingan risk. Bu yerdan sekin olib kelyapti-da, o'sha foydasini qilyapti. Xo'p, nima deydi? Hope I have answered your question deydi. Savollaringizga javob berdim deb o'ylayman. Keyingi savol. Charchagan bo'lsa to'xtatoramiz. Zerikkan bo'lsanglar. Yana bir zarur narsa bor aka, shuni yana bir bor tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi aka. Hamma uchun ham foydali bo'ladi. Bunda asosiy bo'lgan qizil zonalar grafikda. Narx shunga qarab boradi. Ba'zi paytlarda shu zonalar qarang, 2 zona bor. Yangi 5 dona bordi. Qizil zonalar maksimum yangilanganda shu zonalar qanaqa yog'dayda narxni iziga qaytarib yuboradi. Olib bilmadi, narx u yergacha chiqdi. 5 dona qizil zona bor edi. U narxni qaytarib yubordi. Shuni biz qaysi zona qaytarib yuborishi mumkinligini taxmin qilib bilamizmi? Arzmaydi. Hop, endi mikrofoningizni o'chirib turasiz. Atrofdagi odamlarni ovoz eshitilib qolmasinga. Xo'p, narxni birinchi sizlarga aytdim, men setup bo'yicha ishlanglar dedim. Narxni grafikdan o'chib ketib qoldi, bekilib ketib qoldi. Qayerda ochiladi endi bu? Hozir grafik ochildi. Men ko'rib olaychi, mana shu grafikmidi, boshqasimidi? Hozir yana bekilib ketmasin. Chiqonchamiz ichcha ish ko'rsatyapti. Okeanyapti grafik. Ilyos aka, grafik. Endi 8 ga olib minusga qo'ysam, ko'rinsa kerak. Mana ko'ryapsiz, selimga men nima deydi? Qanaqa joy, kutilgan joy qo'yib qo'ydim selimga. Endi xalaqit qilyapti, kichaytirib olamiz. H1 ga olsam yo'q ketmasmikan? Ha, bo'ladi. Ya'ni men sen kutayotgan joyimda turibdi. Aslida bu yerda ham kutgan edim, ozmoz tushdi xolos. Keyin asosiy kutayotgan joyga qarab chiqdi. Alloh alam bu yerdan endi ketish kerak. Endi bu yerda mana ADSni, men mana BDSni hammasini ko'rsatsam, bu Elliott Wave bo'yicha demoqchi bo'lganim. Endi buni olib turaman. Shu narxingizda hali endirada tushuntirdim. Narxingizda, grafigingizda qilgan setapingiz bo'yicha keladigan zonada kutasiz. Siz mana liquidity zonani kelib yorib o'tmasligini. Keyin mana molonga kuchligini ham kuzatasiz. Keyin mana qarang. Mayda 66 lot yangi paydo bo'ldi mana. 66 lot demoqchi edim, sel nima qilingani uchun bu joyda liquidity paydo bo'ldi. Bu joyda liquidityni narx bemalol olib tepaga ko'tarilishi mumkin. Bu yerda nima deymiz? Boshqa kuchliroq liquiditylar o'ziga chaqirib turgani uchun. Hozir men sizga yana bitta misol aytayda. Mana rasm bilan. Xo'p, oldin buni qarasangiz 3198 dan 3158 gachani ko'rsatyapti. Bu bizga sal aniqroq, to'liqroq ma'lumot beryapti. Nimada Telegramda har 5 minutda 3200
35dan 3110gacha. Ya'ni biz ko'ryaptik mana joydan mana joy 90gacha bo'lib mana shu o'rtagacha ko'ryaptik. Borimmongacha ko'ryaptik. Mana shu yerda hali ko'ryaptik. Endi bizga bu eskiroq tarixini ham, oldingi nima edi, aysberglarni ham, keyin ayni 2000da bo'lgan sellar yoki baylarni ham qarang, deyarli teng. 100 lotga farq qilayotgan sel. Keyin ko'proq nima deydi, zoom out deydi-yu, sal uzoqroqdan ko'rsatib turibdi. Ya'ni mana ko'ryapsiz, mana yerda doimiy uzoqroqdan kelgan baylimit yo'q. Bu yerda kuchlik sel limitlar bor. Bundan ketay endi mana shu sel limitlar katta 3200 menam charchabman, gaplarim chalkashib ketyapti. 3200 da ko'rsatayotgan mana bunaqa liquidity zona chiqadi. Mana shu zona shu joy. Endi demoqchi bo'lganim, o'z vaqti bilan mana qaranglar, mana zo'r selga kiryapti, yana silamayapti. Kichkina lot bay bo'lyapti. Bu kichkina lot bay urpa ham bo'lmaydi. Bu albatta selga ketish ehtimoli bor degan. Ya'ni savolingizga javob bergan bo'lsa, kuchlirog'i yutib ketaveradi. Mana bu kichkinasini kelib uraveradi. Yana kichkinasi yana chaqiradi o'ziga. Lekin nima deydi, bu kichkinasini maqsad katta treyderlar mana hozir ko'ryapsizlar, mana shu joydan tepaga qarab ozgina lekin katta lotlar paydo bo'lyapti. Mana bu yerda ko'ryapsiz, 20 lot boshqa bo'lsa, mana 60 lot, 70 lot sel kiryapti. Sellar to'planib ketgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, narx oqib ketadi. Agar bunaqa bundan ko'ra kuchliroq bay ko'payib ketmasa. Endi bitta savol balkim javob berilmay qolayotganga o'xshashi mumkin. Qachon bu yetib bormasdan qaytib ketadi? O'zi divergence, convergence degan gap ham bor. Men hozir bitta grafikda o'zgartirdim sizlarga. Qaysi bitta mana Xitoy yuani, menda template bor. Mana bu lekin vashda bor ekan. Buni kimdir tushunsa kerak, kimdir tushunmasa kerak. Hozir bir minut. O'zgartirsam kichikroq mana yerda mana aytyaptiki, sel oshib ketdi, sel ko'payib ketdi keragidan. Nima deydi? Bayga keldi deyapti. Divergence deydi. Bu yerda bay ko'payib ketdi, selga keldi degan signal beryapti. RSI divergence yozib qo'ygan mana. M5 da bormi yo'qmi? Yo'q ekan. H4dachi. Mana bu yerda nima deydi? Sel ko'payib ketdi, bayga keldi deyapti. Shunaqangi holatda haqiqatdan ham sellarni ob'yomi kuchayib ketganda sel pastga qarab ketaveradi. Endi baylar ko'payganda bay tepga qarab mana biz ko'rayotgan yashil mashi joygacha tomog'ini tagigacha kelib ketadi. Endi u narsa mana joyda kelibdi-yu, shunaqa bo'lib. Bay bo'lib kelgan mayda katta ob'yom sel bo'lib ketgani uchun narx oqib ketgan. Yoki bo'lmasam baylarni yetarli bo'lib bozorni aytganda ko'yniga tekkan bay, ya'ni bozorni qoniqtirib bo'lgan, bozorga yetarli darajada bay bo'lgan. Shuning uchun mana bu nima edi? Kuchli liquidity zonadagi mana uni chaqirayotgan nima deymiz? Sel limitlarni olmasdan tushib ketdi. Katta ob'yomdagi sel narxni oqizib yubordi. Savolingizga javob berdim deb umid qilaman, Ilyos aka. Yana nima savollar bor akalar? Va oxirgi bitta savol qilaveraylik. Bilmadim qancha davom etdi hozir. Ilyos aka, endi sizga nima deymiz?
Telegramimdan ham savol bo'lsa, chunki ko'p savol, qaranglar kirayotgan Medanovi, gapni bo'ldim, uzr. Atini ham topolmay qoldim. Iceberg. 100 lotdan nechta bo'ldi bu yerda iceberg? Juda ko'p katta lotdan iceberg bo'lib ketyapti. Uni manolar qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Mana manovi ko'pgina sel qilgan manipulyatorlar, manipulyatsiya qiladiganlar 100 lotdan u 6 ta 8 ta bo'lib ketdi-da, misol uchun. U 1000 lot degani Hojiboy aytadi, unaqa raqam yo'q, unaqa summa yo'q deydi-yu. Katta miqdor. Mayli, bitta yangi kirganlar bor ekan, Ilyos aka aytdi, mana kimdir bitta aka aytdi. Men bu sohada yangiman dedi. Mana narsani gapirib qo'yay, endi YouTubedan qarasanglar chiqadi. Sizlarga bitta yaxshi bir foydalik. Mana 0 turibdi. Undan oldin shuni mashinasini aytib olay. Keyin 500 lot turibdi. Bu lot degani mana demak 100 lot, 200 lot, 300 lot bo'lib mana chiqyapti. Endi mana 100 lot, 200 lot masalan 503 ga bo'lingan ekan. 133 taxminan shunaqa lot ekan. Demoqchi bo'lganim, qachonki manavi iceberg qachon ishlaydi? Mana bu 50 lot, 20 lot, turlab minuslar katta ta'sir qiladi. Chunki mana o'zi 3-4 tasini yig'adigan bo'lsangiz, ko'tarib olishi mumkin-da. Mana minus bo'lib turib, turlabdan 4 ta bo'lsa, mana 20 lotdan 2 ta chiqib qolsa, undan kuchli ko'taradi. Ya'ni demoqchiman, mana bu sel mana 100 lotga bormoqda. Ya'ni mana yerda kuchli bir, hozir aytaylik, stop loss bo'lsa, baychalarga selga ketish uchun deb tushuntiray. Noto'g'ri tushunmay turinglar. Selga ketish uchun mana katta 100 lot, 80 lot, 120 lotlik sellardan qo'shimchasiga plus stopni baychalar 100 lot, 200 lot stop yeksa, уже narx katta ehtimol bilan selga ketish ehtimoli bor. Shu holatda monga o'xshaganda yanada ob'yomda yanada monga buncha kelgan. Ana shu vaqtda o'zida emas. Nima ham qizil, nima deymiz, ob'yom ham paydo bo'lishni boshlaydi. Ana shu vaqtda o'zingiz katta time frame'da, xudo xolasa, katta time frame'da yoki kichkina time frame'da ko'rasiz. Ya'ni uzoq muddatga selga kirsangiz, xudo xolasa bo'laveradi. Faqat sharti mana bitta ochida, ikkita ochida, uchta ochidaga qaramaysiz. Mana 100 ga qaraysiz. Chunki bu yerda eng kattasi 100 bo'lishi ham mumkin. Bozor yo'q paytda kelgan bo'lsangiz, o'zi 10 lotdan 50 lotda turgan bo'lsa, bu bitta chiziqqa ketdi desangiz ham bo'lmaydi. Mana qarang, 109 lot, 103 lot. Hozir aytdim, 200 lotimiz 638 million. Asli summa. Hozir bu halidan beri chakkani million nima bo'lib ketmadi. Nima deymiz? 350 lot, 330 lot. Chunki mana katta mana 500 lot bay kirdi, ko'ryapsizlar? Biri-biriga qarshi bo'lib qolsa, shu holat bo'ladi. Siz bilan biz ko'rayotganimiz 300 lotdan nechta kirdi? 4 ta bo'lsa ham 1000 lotdan o'tib ketadi. 330 bo'ldi. 1000 lotdan o'tib ketadi. Bu yerda bay kutib turgan, mana shunaqa hujumni kutib turgan baychi katta lot bayga kirib bordi mana. 500 ko'ryapsizlar, narxni tepasida bu bay. Mondan oldin chiquvdi 250 chiquvdi. Kimdir e'tibor qildi, kimdir e'tibor qilmadi. Mo'min undan oldin maytda chiquvdi. 250 lot bay kiruvdi. Mana ham 270 lot bay selga yarasha juda katta hujum bo'lyapti hozir. Mana qaranglar, nima edi? Selga iceberg 200 qancha lot, 200 qancha qo'ldan beri nima deymiz? To'xtamayapti. Lekin bu qiziqib, hozir siz selga kirib borsangiz ham stopingizni oladigan darajada ko'tarib ketish mumkin. Siz ko'rib turibsiz, ayni vaqtda ob'yomda ham o'zgarishni kuting. Chunki hali kuchli lot nima edi? Stop urgani yo'q baychilarga. Mana baychilarni 500'nidir, yo 200 bir balosinidir, hali urgani yo'q. Savol bo'lsa aytib turinglar, bu yoq o'zi bozor azyapti. Yuklarni ham ochib yuboryapti deb. Savol.
yomon ketyapti uni. Ko'ryapsizlarmi? Qiziqmi? Ha, ko'ryapman. Ya'ni jicha mana shu nimani sabr qilib tursak, Zilga ochsak ham bo'ladi. yo'q, hozir emas. Aytdim, qarang, siz men gapirib turibman, siz yana zilga bo'ladi. Ha, to'g'ri. Kuchli, juda katta aysberglar paydo bo'ldi. Lekin kuchli stop degani yo'q hali. Bizda yotishga birinchi mana 14 lab step edi, u 140 lab bo'lgan edi, shunaqadan katta bo'lgan edi. Keyin baytlar sal nima qilib qoladi, o'qib qoladi. Hozir kuchli stop degani yo'q hali. Keyin kamiga mana yerdagi bay ob'yom mana qarang, yana yashil chiqyapti. Bay ob'yom shakllanishda shakllanishdan to'xtamayapti, davom etyapti. Kichkina skalper bo'lsa bilmadim, kichkina vaqtda hali 10 pip, 20 pip bir bola qilsangiz bilmadim, bu ham shuncha yana qaytib tepach ketishi mumkin. Setapga kelishini kuting, birinchi o'rinda boshida gapirgan gapim. Setapingiz nima ko'rsatayotganiga qarab. Akalar soat 10:30 o'tibdi. Nima deymiz? Bookmap'i borlar, bookmap'ni ochib kuzatishda davom etarsizlar. Nima Bookmap yo'qlar live'ini ko'rasizlar, lekin Ilyos aka, siz aytdingiz, live YouTube'da ko'ryapman dedingiz, yaxshi, uni ziyoni yo'q. Farqi yana bu qatorlar hozir qiziqishga bo'lsa ham prямой efirda endi mendan internetdan chiqib kelgin bo'lyapti sizga-yu. Qanchadir do'li sekundda yetkazayotgandir. YouTube'dan live'ni ikkala bilan qilib ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak, YouTube Bookmap Live Gold. Mana shu firma, mana shu kanal deylik. Ko'p anaqa qiladi. Bu yerda Nasdaq hamana Gold. O'sha firmani, shu kanalni. Bu live emas ekan. Goldga o'xshatadi. Bitcoin. Hamma Gold turibdi ekan. Yes, Nasdaq mana Gold. Tugagan emas ekan deysiz-da. Keyin bunday qilsam, bir tomonga olsam, chatini bekitib ko'rasizlar bir-biridan farqini. Shunchalik bo'lsa bo'lar. Ishlamayapti. Endi Wi-Fi tezligi yaxshi edi. Obnovlение говорит. Xo'p, ko'rsatmada ya'ni buni yurishidan qanchadir orqaroqda bo'ladi bu. Live. Mana shu narsa qilyapman buni. Shunda turibdi. Ko'rsatmayapti. Ochilmayapti. Xo'p, shunaqa gaplar. Savollar bormi yo'qmi? Tugataylik. Katta rahmat qilmanglar tashkilotlar uchun. Sizga ham savollar uchun. Alloh razı olsun. Shunaqangi foydali narsalarni chiqaribsiz, YouTube'dan foydalanyapmiz, ko'ryapmiz. Zo'r foydasi tegyapti. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r aka. Zo'r ish qilibsiz. Inshaalloh. Hop, hammalarga hozir ko'rayotgan narsangiz ham foydali bo'ldi. Xonadoningizga huzur, baraka bo'lsin aka. Rahmat. Hop, katta rahmat. Yaxshi hammalarga salom. Aka, bizlarni unutmang, shunaqa qilib turing, iltimos. Ha, endi ertaga yakshanba kuni Dubayga kelgan 20 necha kunga Xitoyga boradiganman. Men stanok sotadigan savdogarman. Shuning uchun endi yaqin 20 kunga va'da qilmayman. Nasib qilsa undan keyingi Xudo xolasa
harakat qilamiz. Qaytganda iloji bo'lsa bir marta o'zim qilib turib, keyingi haftasiga Firdavs bilan ham qilaman. Sizlardan bir iltimos, mana shu YouTube'dagina hammasini ko'ringlarda, u yerda yo'q savollarni, men javob bermagan savollarni topinglar mana ichidan. Men bilmayman savollarni, o'sha Firdavsga keyin savollarni beramiz. Mana shuni egasiga. Mayli, yaxshi olinglar. Rahmat. Yaxshi. Salom. Salomat bo'linglar.